Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga mashinalarni bir qator narxlari o'zgargan, kredit summasi ham o'zgargan ekan. Boshqatdan yana dollar ko'tarilgani munosabati bilan oldindagi to'lovi pasaygan. Nima uchun deganda mashina baholashi baland baholamaga qaradi endi dollar ko'tarilgani uchun. Shuning uchun oldindagi to'lovlar o'zgargan. Boshqadan bir qator reklama aytib beramiz. 2023-yil 17 milyon bilan chiqadi ekan bu. Bize 24 milyon bilan chiqadi deb reklama etibmiz. Taza grafikni olib tekshirib ko'rsak 17 milyon bilan chiqadi. 2023-yil avtomat qora svet 22.300 km yurib turibdi. Metan gazlar ham bor. Şimdi pоворotnikda qo'yilgan monitorlar. Hamma narsasi tayyor. Xo'sh, evakuatorliklar ham toza tashalib turibdi. Aylık to'lovi 4 milyon 50 ming so'mdan tushadi. 2023 qora svet. O'zini tan narxi 144 milyon so'm. Keyingi qora kobaltimiz 2024 9000 km yurib turibdi ekan. 9000 km yurib turibdi. Mashin benzinda, Magigar 908'leri bor, o'zini radnoy balonunda. Şimdi onlar ham qo'yilgan, monitor zadniy kameralar ham bor. Magigar 908'den bilesizler 250 dolar. Maşinin bakası 154 milyon so'm. Kredite 22 bilen çıkar ekan bu. Bize 29 bilen çıkardı deb reklama etibmiz. Bir gün eldinge reklamını görseniz 22 bilen çıkardı. Aylık to'lovi 4 milyon 160 ming so'mdan tushadi. Keyingi Darkman Blue 2024-25 Cobalt'ımız avtomat style, RC balonlar, zimni balonlar uстановка etilgan. Monitor. Yok, bunda monitor yo'q ekan. Cruise control. Cruise controllar qo'yilgan. Pultda zavod bo'ladi. 90'lik propan gazı 4-pokoleniya propan gaz bilan uстановка etilgan. Bir zapravka bilan 1000 dan ziyod yuradi. 1000 kilometrdan ziyodroq yuradi. Bu 24 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 milyon 10 ming so'mdan tushadi ekan. 24 notarizga esa denli. 21.300 km yurib turibdi. 24'te 25. Keyingi 2025 buna e'tibor etasizlar 34 bilan chiqadi debmiz buni. 2025-yil yumshoq balon, metan, monitor, cruise kontrollar, teylar ham to'shalib, politlar ham tashalib turibdi. E'tibor etasizlar 28 bilan chiqadi ekan bu. Notarizga esa denli oylik to'lovi 4 milyon 289 ming so'mdan tushadi. 4 milyon 300 hisobı. Çist 25. Pokoleniya metallar ham uстановка bo'lgan. 7300 km yurib turibdi. Kraskasi absolutniy rodnoy. Keyingi 24-25 Cobalt'ımız toza o'zim metan ko'dirib qo'yibman. 24-25 noyabrni oxirida degan 8,5 ming probeg yurib turibdi. Buni ham 33 bilan chiqadi deganmiz, 24 bilan chiqadi ekan bu. Bahası 154 milyon so'm. Arq 25'ti bakası naq pul olsa 162 milyon so'mga beramiz. Kredit olsa 1 so'm qimmat oladi. Yine metanni dokumentlaridan ko'rishingiz mumkin. 10 kun bo'lgan hali metan uстановка bo'lgan 80'lik gaban balon bilan uстановка qilingan. 2024-25 bundan evakor poliklar toza paket tashalgan. 24 milyon bilan chiqadi, oylik to'lovi 4 milyon 160 ming so'mdan tushadi. 24'te ana plyus notarizgasini qo'shasizlar. O'zingiz hisob kitob etaverasizlar. Xo'sh, keyin Gentra mashinamiz 2016-yil. Kraskasi 3-1 krenida bor. Keyin u tosh deyib parogi bilan u arqa kolenida kraskasi bor. Yani shu yerda. Shu kolenda ozgina bor. Ikki yondan bor lekin. Bir krel va o'ziniki Magigar punktlari bor. Chexol polik ham narsasi bor. Mashina bahosi naq olsa 85 milyon so'm beramiz. Kredit bo'lsa 20 milyon bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 milyon 800 ming so'mdan tushadi 3 yil. Kamera hamma narsasi qo'yilgan. Hammasi rodnoy. Bir dana krenida kraska bor. 103 milyon olibdilar 15-yilni. 16-yil bu Daewoo Gentra Export variant. Kreditlarni mana aytdik. Keyin Damas mashinamiz egadan 2024 24'ning oxirida kelgan oktyabr oyida 1 yillik mashina shunda yumshoq balonlar qo'yilgan. Chexol, metan hamma narsa uстановка bo'lgan.
Bunu bahasına etibar edesizler. 80 milyon so'm bo'lsa beramiz dediler. Egelerden 80 bo'lsa verecek. 113 milyondan satılgan 2024-yılda, bir yıl burun. 80 milyon so'm beredi. Avtokredit alaman desengizler 14 milyon bilen çıkardı. Aylık tarafı 2 milyon 150'den düşerdi. 50 milyon bilen yana hesaplattılar. 50 milyon bilen 1 milyon 72 milyon so'mdan düşer ekan. Kredit alaman desengizler. Like basıp abone bolup koyuştu unutunmuz. Kimde şimdi satıladigan maşinlar bo'lsa, kelesizlar, şöyle naq plasasında özümüz satıp alamiz, bo'lmasa satıp şöyle kreditten naq plan satıp beremiz. Keyin 2023-yıl Gentra maşinimiz Ege'den bu, uçak balolar koyulgan, çist 2023 kraskesi radnoy, metan gazları bu, mecigar putlar ham bu. Maşin 52 min mi? Şimdi yürüttü. Hakiki üzerine yürgeni. Bunun bakası 142 milyon so'm. Nak olsa 140 am beredi. Hafta kredide 14 milyon bilen çıkardı. Aylık tülevi 4 milyon 150 milyon so'mdan mı? Gideti şundan çıkardı. Bunun aylık kağıt çıkarmaptılar. Kime kızgarlı olsa 142 milyonu 2023 Gentra menimce normalini baka. Bir like'lar basıp komentariyada fikirlerinizi kaldırınlar iltimas sizlerden. Fikirleriniz öte zarur bize için. Maşine ideal halette durdu. Farlar yine tıptılık. Adresimiz Kazarstan taraftan geleverse Diamond Cafe'nin sitaforu bayına. Sitafordan ötesine şu balonçuları ofisinin yanında. 10 kolda buladı. Bir yandan Ürgenç taraftan gelseniz de yine Bağat şöyle kuruk sitaforu. Sitafordan ötüp gelesizler yine elektrasit. Bunda yine Milli Guardiya şunun doğrusunda oladı yine pena bulup. Ne maşinamız var. Like basıp koştuğunuz rahmet sağ olasın.